Ovchi va qushlar. Bir ovchi daraning chekkasiga to'rdan tuzoq qo'yibdi. To'r tagidagi dondunlarga aldangan bir to'da qushlar tuzoqqa ilinib qolibdi. Ovchi to'r tuzoqlaridan xabar olgani kelsa, unga ilingan qushlar g'urr etib to'rni ham ko'tarib uchib ketishibdi. Qushlarning bir tan, bir jon bo'lib ustiga ustak zo'r tuzoqni ham ko'tarib uchishlariga lol qolgan ovchi orqalaridan quva boshlabdi. Yo'lda bir odamga duch kelibdi. Ovchidan nega buncha hovliqib chopayotganini so'rabdi. Ovchi esa osmonda uchib borayotgan qushlarni ko'rsatib, ularni tutmoqchi ekanini aytibdi. Haligi odam kulibdi. Senga Alloh aql bersin. Hech jahonda uchib ketayotgan qushlarga yugurib yetib bo'larkanmi, debdi. Yetsa bo'ladi, debdi. Tuzoqda bittagina qush bo'lsa edi, yeta olmasdim. Ammo ko'rib turibsiz-ku, ular ko'p. Shuning uchun yetib olaman. Ovchi aytgandek bo'libdi. Oqshom tushib, osmon ham qorong'ulashgani sari qushlarning har biri o'z uyasiga ketmoqchi bo'libdi. Birlari tuzoqni o'rmonga tortsa, boshqalari ko'l tomon tortar emish. Ba'zilari tog'ga, yana boshqalari changalzorga talpinarmish. Oqibatda hech qaysining aytgani bo'lmabdi. Tuzoqqa o'ralib, hammasi yerga qulabdi. Ovchi kelibdi-da, ularning hammasini tutib olibdi. Bechora qushlar birlashgan o'zar, birlashmagan to'zar degan maqolni bilganlarida edi. Hammalari bir tomonga uchar va ovchi qo'liga tushmagan bo'lardi.